Assalomu alaykum. Meni ismim Shodiya. Hozirda o'zimda natijaga chiqqan seriallardan bittasiman. Aslida o'zimni Telegram kanalimda o'zimni shaxsiy kosmetika vositalari sotadigan gruppam bor edi. Menga ko'pchilik tavsiya berardi. O'zim marketda ham o'zingizni savdoyingizni yo'lga qo'ying, o'zingiz Xitoydan tovarlarni olib kelyapsiz deb tavsiya berishardi, lekin hech unaqa qiziqib ko'rmagan edim. O'rtog'im shu Qadam Education o'qishini tavsiya qildi. Qadam o'quv markaziga offline guruhga birinchilardan bo'lib yozilgan o'quvchilardan biriman. Kuratorimiz Sarvar bilan birgalikda uzun market bo'yicha to daromadgacha, noldan daromadgacha birga ish olib bordik. Hozirda oylik daromadim 30-40 millionni tashkil etyapti. Menga o'quv markazini yoqqan tomonlari kuratorlarni doimiy birga biza bilan ishlashi juda ham yoqdi. Sarvar doim bizaga o'sha notebookda qanaqa ishlashdan boshlab, uzun marketda o'zimizning shaxsiy magazinimizni ochib, to daromadga chiqqunimizcha bizaga juda ham katta yordam berdilar. Biz shu o'quv markazini bitirib tugatib ketgan bo'lsak ham, haligacha ham aloqadamiz. Biz bir-birimiz bilan yengilliklar, misol uchun tajriba almashish bo'yicha doim aloqadamiz. O'quv markazini uyda o'tirgan ayollarga, yana qo'shimcha ish qidirayotgan, qo'shimcha daromad qidirayotgan ayollarga tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki 2 soat, 3 soat vaqtinglarni ajratib, o'zingizlarga yana qo'shimcha daromad yaratishingiz mumkin.